Qara hozir kirasan, birinchi o'ng mahsini ichasan, keyin asalelatasan, keyin yuzini ochasan, tushundingmi? Nima uryapsan hozir? Sen jinnimisan? Ammasman kuyov bola sensan-ku. Qara. Doktorda. Hozir to'xtab turing. Xo'p. Voy. Qanisiz? G'alati ishlar qilyapsiz deyman bitta. Hozir g'alati qiluvlar qilyapsiz, svetlarni o'chirasiz, men unaqa narsalardan qo'rqaman. Jinnimisiz siz? To'xtang, shunday o'tirib turayman hozir. Hop. O'rtoq, Bo'ldimi? yo'q. G'alati ishlar qilyapti, svetlarni o'chirib, nimadirlar, men qo'rqib ketibman, o'rtoq, menga to'g'ri kelmaydi. Qo'rqyapman? Uyalmaysanmi? Uyal bola jinni kelin taraf nima deb o'ylaydi? Yo'q, o'rtoq, menga to'g'ri. O'zing kirib chiq. Manmi? Sen jinnimisan? Qaysi kalla bilan gapiryapsan? O'zbekcha to'g'ri kelmaydi unaqasi. Svetlarni o'chirib nimadirlar deydi. Qoch tur chiqam. Ha? Eplomadi yo'g'ingiz. Eplomadimi? Ha, lapashing. Ko'nglim sezadi o'zimdan bo'lsin. Nima bo'ladi endi? Nimani qilish kerak endi? Sharmanda bo'lmaylik. Bor o'zing kirib chiq. Ey, qaqqa? Mani xotinimi? Sana xotining. Kir eplasang. Kiraman. Svetni o'chirib qo'yyapti, g'alati ishlar qilyapti. Hop, chapolaveraman, hayotingni svet o'chib qoladi. Tushundingmi? O'zim kiraman. To'g'ri, ikkinchi xona. Chiqsang keyin kirasan.